Hozirda turli xildagi 7 kilometr bilan soliq obzor qilamiz. Sizlar bundan ikkilamizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar va kommentariy yozib omadsizni yozib qo'ysalaring. Albatta aytiladigan narxlardan kamini qilib beramiz. Bunda boshlaydik akalar videoni. Birinchi o'rinda Kentaur motorblogi 7 kuchli bo'ladi akalar. O'ziqlari maslinli bo'ladi. Motorlari 7 kuchli 170 motorli akalar. Bunda maslahatchi bo'lmaydi akalar. Blogi u yozib qo'ygan 170F. Kentaur tiller motorblogi. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorsalarga ega. Skorsa temirli bo'ladi. Balonlar 408 Cherokee baloni joylashgan akalar. Keyingisi Skyline firmasiniki. Vozdixlari maslinli, buni vozdix kattaroq va 2 qavatli bo'ladi. Ya'ni tepasida bitta machalkasi bo'ladi, tagida bitta machalkasi bo'ladi akalar. Buni dugolari ham kattaroq dugodan joylashgan. 170 F motor bilan joylangan akalar. Bunda maslahatchi bor akalar, ko'rishlaringiz maslahatchi nima deydiganlar uchun maslahatchi akalar bu motorda yog'i kamayib yoki eskirib qo'yadigan bo'lsa motorda avtomatik o'chiradi. Qachon yangilasalaring yoki yog'ni to'ldirib qo'ysalaring keyin yonadi yoki bu motorning zashtasi bo'ladi akalar. Brand Skyline firmasiniki akalar. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorlarni joylashgan. Mana o'chiriqning knopkasi akalar. Buni ham balon 408, benzin baklari 4 litrli bo'ladi akalar. Narxi qancha ukam deydilar uchun narxi 3.800.000 so'm akalar. Dastavkalari vodiy bo'ylab bepul holatda akalar. Buni albatta kami bor. Agar o'zimizdan kelib o'zlar harakat qiladigan bo'lsalar, albatta kamini qilib beramiz. 3.800.000 so'm ichida esa vodiy va voha bo'ylab dastavkalar tekin holatda qilib beramiz akalar. Bular ham Kentaur, bu Skyline akalar. Keyingisi starterli Kentaur Rato. Kentaur Rato firmasiniki akalar. Mana Rato tiller. Buni ham oldinga ikkita, orqaga bitta skorsalar bor. 12 vatli akkumulyator bilan joylashgan akalar, starterli bo'ladi. Bunda ham maslahatchilari bo'ladi. Ham rushni, ham starter bilan o't oladi akalar. Bunlar 400 ga 10 bo'ladi. Karofkalari kattaroq. Mana bu yerda kalitlar joylashgan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun akalar narxini 5.200.000 so'mga vodiy va voha bo'ylab dastavkalar tekin holatda qilib beramiz akalar. Bu dastavkalar tekin 5.200.000 so'm, 3.800.000 so'mga. Dastavkalar tekin holatda vodiy bo'ylab, bu esa 3.500.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi tekin holatda qilib beramiz akalar. Kimga shunday motorblogi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 90 kod bilan 851 68 84 numaraga bog'lansizlar yoki Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan sentrdan Lazzat tomon yoki hokimiyat sentr tomonga kelishda, hokimiyat va soliq tomon kelishda to'g'risidagi do'kon bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. Obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.